Assalomu alaykum hammaga. Mana sizlar bilan bugun qovul salonimiz, kraskalaymiz, obshipkalarimiz, stoykalarimiz holatini ko'rishinglar mumkin. Ancha qarilib, chizilib ketgan. Buni o'zini chiroyli kraskalab, yangidek qilib beramiz. Qani bo'lmasam ishimizni boshladik, ketdik. 800 talik shkurkamiz bilan birinchi qilishib olamiz. Aytgancha ishlangan joylarimizni ichiga qo'shib yashirib olamiz. Obshipkalarimizni ishini oldik. Endi quritib, salafonlarni chiroyli qilib olib chiqamiz. Mana salafonlarimizni ham o'rab oldik. Endi plastikligini sepib olamiz. Qani ketdik. Plastikligimizni ham sepib quritib oldik. Endi kraskamizni ham yavaşlab sepib quritib olamiz. Qani ketdik. Obshipkamiz ham deyarli tayyor. Endi lakini sepib olsak bo'ldi. Lakimizni ham sepib quritib oldik. İşimizga ungacha kommentariyada baholab ketasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.